Yuvsa kirmaydigan, opa singil kiymaydigan, ona bola kiymaydigan ko'ylaklarimizni 49 mingdan, selen matosi unchalik kirmaydi. O'zingizga mos bo'lib qoladi kiysangiz. Bitta razmer kattasini olasiz, standart 48 dan 52 gacha tushiradi. Baraqlari bor. Cho'ntagini olib baraq qilib yuborilgan, cho'ntagdan qilsa baraq qilib yuborilgan. Narxi 49 mingdan. Selenlar bor. Bular bellari qisiladi. Nimadan qisishni bilmayman, beldan qisilgan, bo'ylari kalta bo'ladi. Zamonaviy bo'laman deb o'zidan kimdirda yasamoqchi bo'lganlar uchun narxi bularda 44 ming qilib beramiz. Bulardan 44 ming qilib beramiz. Yuvsa sinimga, bolamga tushadigan bo'lib qolsin deganlar uchun bular shtampl, prostoy shtampl bo'ladi. Oldi tugmali. Bitta yuvaslar o'zlanga. Xullas, o'zdan kichkina bo'lsalar ham kiyimlar ham shunaqa kichkina bo'lib boradigan kiyim. Buni yuvaslar ho'l bo'lmasdan oldin dazmollasan ham katta bo'ladi. Mana onalarga ham tushishi mumkin. Ilojini qilsa bo'ladi. Hamma yoqqa xullas ko'nadigan material bu. Buni ham 44 ming qilib beramiz. Bularni ham selen 44 ming qilib beramiz. Bularda aksiyaga tushdi, narxi o'zi bilsalar 50 ming deb o'pamizda. Malades. Xullas, zulpaga o'tinglar, soqani uringlar, soqani qilmoqchi bo'lganlar biz bilan ishtiq yotibdi. Sizlar ham o'shalar qatorida bosinglar 44 mingdan. Obim yig'ishtirib olaveringlar. Ular 49 ming. Mana shu kecha beli qisiladigan o'zi ikki xil fasson rangi qoldi. O'zi ko'p ham qolmadi-yu. Ulgurib qolsa ham o'sha sizlarga ketib qoladi.